Assalomu alaykum guruhdoshlar. Allohga shukronalar bo'lsin. Mana men bu shifo maskaniga kelib, Rayhona shifo maskaniga kelib, Usmon va Alisher akani qo'llarida mana qo'llaridan kelgancha menga yordam qilishdi. Ichkaridagi oshqozon, har xil toshlar tushdi ichimizdan. Sheriklar bilan meni ismim Mo'ydinov Faxriddin. Farg'ona shahardan kelganmiz. Mana 2 marta keldik. Birinchi marta kelganimizda 10 kun davolandik. Yana ikkinchi marta keldik. Xudoga shukr. İçimizden har xil bilirubin toshlar, har xil shlaklar, bir narsalar tushganini o'zimiz guvohi bo'ldik. Alloh taologa shukronalar bo'lsin. Mana shu yerda qilayotgan xodimlarning xizmatlari, qo'llaridan kelganicha tabiiy dorilar bilan davolashar ekan. Bu yerdagi hammalariga rahmat. Men o'zim mamnunman va tabibimizga, Alisher akamizga katta rahmatlar aytaman. Sizlarni ham kelishlaringni tavsiya qilaman. Mana shu joylarga kelsalaringiz inshaalloh shifo topasizlar. Alloh hammamizga o'zi shifo bergan bo'lsin. Assalomu alaykum.